Hozir mana ishxonadaman, hayit bo'lishiga qaramay, hozir bitta savol-javob o'yinini o'ynamoqchiman. Ishxonada kim bo'lsa, o'shalarga bitta savol bilan yuzlanaman. Bu kelishilgan video emas. Hozir ko'rasizlar o'zingizlar ketdi. Nozima, sizdagi yaxshi mestra bo'lish uchun nima qilish kerak? Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Ana. Muxtasar opamizning oldiga keldik. Assalomu alaykum. Muxtasar opa, sizdagi yaxshi ayol vrach bo'lish uchun nima qilish kerak? O'z ustida ishlash kerak. Kitoblarni zamonaviy yengillardan olib o'qish kerak. Praktikalarga borish kerak, kadaver kurslarga borish kerak. O'z ustida ishlasa, yaxshilar vrach bo'ladi inshaalloh. Rahmat. Stomatologdan oldiga keldim mana. Bahodir, sizdagi yaxshi stomatolog bo'lish uchun nima qilish kerak? Menimcha ko'proq o'zini ustida ishlash kerak. Endi menimcha o'zim yaxshi deyaolmayman. Uni yaxshi ustoz, yaxshi shogird bo'lib, yaxshi harakat qilish kerak bo'ldi. Izlanishni to'xtamaslik kerak. Hozir mana aproslarni, ya'ni savol-javoblarni o'tkazib oldik. Bugun hayitning ikkinchi kuni bo'lgani munosabati bilan ko'p mutaxassislarimiz ishxonada yo'q, lekin qo'ldan kelgancha video qilishga harakat qildim. Agar meni o'zimdan so'raydigan bo'lsanglar, men quyidagicha javob bergan bo'lardim. Ya'ni yaxshi shifokor bo'lish uchun albatta ishni noldan boshlash kerak bo'ladi. Ya'ni birdaniga qaysidir vrach mutaxassisga shogird tushmasdan emas, balkim davlat больницalarini o'sha jonlantirish va qabulxonasidan ish boshlashinglarni tavsiya beraman. Imенно sanitarkalik, mestralik va medbratlikdan ish boshlaydigan bo'lsanglar, har safar sizlar har xil yengil bemorlarni ko'rasizlar va ularga qilinayotgan muolaja protseduralarini ko'rasizlar. Bu degani amaliyotingiz kundan kunga kuchayadi. Agar amaliyot bilan birga nazariyani olib ketadigan bo'lsanglar, xudo xolisa sizlarga yetadigan shifokor bo'lmaydi.